Qanotimni ko'pchilik chustut qilmayman deydi. O'shaning uchun agar to'g'ri texnikada shu mashq qilsangiz, обязательно qanotingizni chustut qilasiz. Qani ketdik. Qo'limizni barmoqni tepaga qilib ushlaymiz. Bitta like ham bosib keting. Qarang, olamiz, grudni ko'taramiz, oyoqni ozgina egiltiramiz va qarang, ko'pchilik mana bunday qiladi. Qo'l ishlayapti, qanot emas. Pastdan olib kelamiz va o'zimizga tortamiz. Tortganda ko'pchilik qo'lini tashqari tomonga qiladi. Qo'lini bunday tashqari tomonga qiladi. Tashqariga emas, ichkariga tortish kerak. Kistni burab. Kistni burab ichkariga tortdingiz, ushladingiz, sekin qo'yib yubordingiz. Qo'yganda ham qarang. Mana to'g'ridan qo'ymaysiz. Bunday olib keldingizmi, pastdan qo'yib yuborasiz. Tortasiz va pastdan qo'yib yuborasiz. Mana grud ko'tarilib turadi. Kelganda ozgina o'zingizni grudingizni ko'tarib oldinga o'zingizni qilasiz. Shtobi qanot ishlashi uchun. Tamom.